ularni boplashibdi, chiroyligina, shinamgina bo'pti ammo. Bu o'rtoqlar o'ziga kirib kelib o'tiradigan o'rtlab qo'yishibdi. Ha do'stim, kayfiyatingiz yo'q, kelgandan beri gapirmaysiz. Do'stim, ozgina Maqbuldan qiynalyapman. Bir ikkita qiladigan ishlarim bor, o'shaning kredit olsammikan deb o'ylanib o'tiribman. Nima maslahat berasiz? Men tavsiya qilmasdim kredit olishni. Qo'lingizda 3 ta 4 ta domingiz bo'lsa, kvartiralangiz bo'lsa, bittasini soting, ishlaringizni rivojlantiring. Xudo nasib qilsa, ishlaringiz rivojlanib ketsa, bu dom olishga nima kun qolmasin. Xo'p, u domni sotish uchun kimga murojaat qilaman? Hurmatli Rishtonliklar, sizda ham shunday muammolar bormi? Yechim qidiryapsizmi? Unda Rishton uy-joy bizning kanallarimizga murojaat qiling. Sizning turar joyingiz, kvartirangizni kuchli operatorlarimiz, video montajyorlarimiz bilan borib, videoga olib, chiroyli obzor qilib, sizning uyingizni, kvartirangizni sotishda biz yordam beramiz. Eng asosiysi, muhimi, shuncha reklamalarimiz tekin bo'ladi. Xudoga shukr, hozirga yaqin 10 dan ziyod reklama oldik. 3 tasi sotildi. Hammalar rahmat aytib, minnatdor bo'lishdi. Yaxshi tomoni jigar, bepul, foydalanib qoling. Aytgancha, ijaraga beradigan kvartirangiz yoki uyingiz yoki do'koningiz bor. Unaqa hollarda ham bizga aloqaga chiqing. Sizda yaxshi ijarachilar topishda biz yordam beramiz. Yaxshisi halol, yaxshi insonlar topishlikda sizga yordam beramiz.